Respublika baxshichilik san'atiga ixtisoslashgan maktab-internatda bugungi kunda respublikamizning barcha hududlaridan 17 nafar baxshi qizlarimiz ushbu dargohda tahsil olmoqda. Bugun ushbu dargohda bo'lib bir haqiqatga bir ma'lumotga ega bo'ldimki, har bir baxshi do'mbirani o'z ovoziga qarab sozlar ekan. Seni bilan obotir, chambil elning gulzori, ustingga minsa yo'rog'li, o'limdan yo'q hazari. Senga tekan jonivor, qirq chovutaning nazari. Kel juvonga bekning oti, kel juvonga xonning oti. Jonlaringni jonivor, bobo qamar silagan, egaringni birinchi qirq tonlar tuzatgan. Do'mbira Cho'ponota davridan o'tib kelyapti. Ustozdan shogirdga, otadan bolaga 16-asrdan paydo bo'lgan bo'lsa, o'z cho'ponlar birinchi do'mbirani yasagan. Undan keyin unaqa shogirddan ustozga, ustozdan yana shogirdga sekin-sekin rivojlanib bizning davrimizga yetib kelgan. Do'mbiraning 8 ta qismi bor. Bu kosasi, bu qopqog'i, ilgagi, haragi, dastasi, ikkita siqori, bu bosh qismi, ikkita qulog'i va bezak uchun ko'pagi. Ustozingiz kim? Ustozim Shernazarov Omon Davlat. Farg'onadan kelgansiz? Ha. Men bu yerga qiziqishim orqali kelganman. Ana Maysara baxshi, Zulxumor baxshilar televizorda ko'rib qolib, qizlardan baxshi chiqar, men ham baxshi chiqar, men ham baxshi bo'laman degan maqsad oldimga qo'yib kelganman. Va hozir ustozlardan shu ta'lim-tarbiyani olib kelyapman. Zulxumor baxshi ustozimizdan, Shernazarov Zulxumor baxshi, Do'stlik ordeni sohibasi. Nechta doston yodladingiz? Hozirda 12 ta dostonni o'qib chiqdim to'liq. Parcha-parchalarini bilaman. 80 dostonni parcha-parchasi bilan tugatdik yaqinda. Endi Xondalni boshladik. Undan oldin Alpomish tugatgandik. Alpomish dostonni ko'p ustozlar o'z variantda yozishgan. Biz asosan Fozil Yo'ldosh variantini o'qiganmiz. Fozil Yo'ldosh varianti, Abdunazar Poyonov varianti ham bor. Shobird Baxshining varianti bor. Biz ko'proq Fozil Yo'ldoshni o'qidik hozircha. Nima bilan farq qiladi? Hammasini aytilishi, voqea sujetlari o'zini lug'aviy ma'nosi, baxshiyona badiiy go'yligi bilan farq qiladi.